Assalomu alaykum, Chorador YouTube kanali hurmatli obunachilar, do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi o'zimiz boyayotgan bo'zalarimizni ko'rib o'tamiz. Jonivorlar simental gibrid, Greenford, bunaqangi Angus shunaqa parodalarda. Bular shu bir hafta 10 kunda bir shunaqa tashqariga olib chiqib turamiz. Holatlarni ko'rsanglar bo'ladi. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizga rivoji uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xohlasa sizlarga foydali bo'lgan video qilishga harakat qilamiz. Mana jonivorlarni ko'rsanglar bo'ladi. Bular shu qo'yvorali holatda baqalyapti. Mana xudo xohlasa yaxshi o'zgarishlari yaxshi bo'lyapti. Bunisi shu Greenforddan kichkina edi. Bular mana shunaqa gibrid, simental, shunaqangi parodalardan mana ko'rsanglar. Jonivorlar holatlari yaxshi. Xudo xohlasa yerga yaqin bir kuchli buqalar bo'lyapti. Mana ularni ko'rsanglar. Hozir kichkina-yu, lekin ancha sifati bor. Mana bo'ynlar solib, oldi orqalari ancha keng polvon jonivorlar. Shunimiz shu simental, xudo xohlasa yaxshi o'syapti bu ham. Oyoq qo'llari ham tikka jonivor ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xohlasa oldi orqalari keng yaxshi kuchli bo'ladi. Bunimiz ham shu Angus gibrid, shu qizil Angus gibrid deb shunaqa o'zimiz taxmin qilyapmiz. Endi jonivorning belgilari shunki tortadi unga. Alloh ko'rsanglar mana. Ha, jonivor kichkina-yu, o'sishini tek. Bunimiz ham olinganda ancha kichkina edi, hozir ancha dadlab qoldi. Vallahi mana kichkina olib turib uchadi, ko'rsanglar akalar mana. Bunimiz ham shu mana. Ancha keng qo'pol buqa. Oldi orqalari bir xilda. Endi bilmadim, limuzin gibridmi bu? Endi xudo biladi. Endi o'zimiz shunaqa deb nima qilyapmiz aytib. Jonivorlar mana ko'rsanglar akalar mana bo'yinlar. Alloh barakasini bersin jonivorlar. Mana yelkalari ham keng, ancha yorilib yaxshi o'zi. Bularning bo'ylari shu 1.20, 1.25 shunaqa atrofida, mana kattalarini. Kichkina ham 1.15 yo'q bo'lsa kerak. Jonivorlar. Bular shurasi kunlar isiganiga tulab ancha chiroyli bo'lib qoldi, mana badanlari ham. Yelkalarini akalar mana ko'rsanglar jonivor. Kichkina ancha yorilib turlicha bo'za bo'lyapti. Tek. U ancha qo'pol mol jonivor, xudo xohlasa ancha yaxshi o'simli mol. Buni ham ko'rsanglar akalar mana. Videolarimizni yakun yasaymiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa hatto kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Fikr mulohazalar bo'lsa kommentariyga bemalol yozib qoldiringlar. Maşallah.